do'stlar, bugun sizlar bilan biz Minecraft o'ynayapmiz. Do'stlar, bugungi videoda biz mana bunaqa qurilmani yoki narsani qurishni o'rgataman. Mana shunday quriladi. Uni nimaligini oxirgisida ko'rasizlar, u qanaqa qurolligini, u nimalarda ishlatilishini aytsam, do'stlaringiz bilan tuzoq qurish jangini o'tkazsangiz, mana shunaqa tuzoqlar zo'r bo'ladi. Qani unda qurishni boshlaymiz. Endi qaranglar do'stlar, mana shunday uni minlarni yopib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bunday qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Mashina olib qo'ysalaringiz bunday oxirgisi ko'rasizlar o'zi bu qanday ishlashini. Oldidan bitta quraman. Mana shu yerda bitta quraman. Birinchi bo'lib mana shu blokni qo'yamiz. Mana shu qo'yamiz. Mana yerdan bunday qilamiz. Mana shunday. Va bu yerdan ikkita blok chiqaramiz. Ko'rib bitta. Keyin bu yerdan bunday qilib. Bu yerdan bunday qilib. Mana qilib. Bizden yollardan uzaklaşın. Yollardan öğrenmek. Birinci bunu yapıp, yollardan olması. Takıyları başına öğretecek. Ben keyin birden sınırlar. Sınırlar doğru. Bunun hem zor koyuştu. Bunu zor koyuştu. Şimdi indi ürünlerini koyup bunu ahırısı şimdi bir bunu açacağız. Şimdi bunu koyuyorsunuz. İşte 3 tane yoki 2 tane qo'yishingiz kerak. Agar ko'payib ketsa bir-biriga otib, o'zlari urushib olishi mumkin. Keyin boshini mana shunday qo'yib, mana tuzog'imiz ham tayyor. Endi biz avval uxlab olishimiz kerak. Uxlab olib, mana olib bo'lganimizdan keyin buni sinab ko'ramiz. Mana do'stlar tayyor. Endi bu yerga urib qo'ysak. Bunday qilib, bunday qo'ysak do'stlar, mana bu yerlarni ham urib qo'ysa bo'ladi. Mana bunday qilib, bu tuzoq tayyor. Endi buni sinab ko'ramiz. Endi ularni oldiga borganingiz bilan ular ko'rdingizmi do'stlar, ular olovli o'q otadi, lekin qo'ldagidan ular olovli bo'lmasa ham olovli o'q otadi. Nima desangiz, hozir o'qlar otgandan keyin ular olovdan yonib bizga keladi. Masalan bunday tursak, ana do'stlar sizlar buni qaranglar, o'qlari yonib turibdi. What the fuck? Yo'q. Hozir o'laman, hozir tindiq o'laman. Buni 3ta zarbasiga to'shna o'lish mumkin. Qarachi do'stlar, video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna va like bosing. Sizlar bilan Alex bo'ldi do'stlar. Iltimos kanalimga obuna va like bosib qo'yinglar do'stlar. 30 ta bo'lishga ozgina qoldi-ku. Hozir 17 tamiz do'stlar, lekin 30 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Mana buni yana bir qilib ko'ramiz. Ko'rganlaringizdek bu tuzoq zo'r, ajoyib qurish qo'lda quriladi.
Mana hech qanaqa modlarsiz bilsalaringiz. Avvalgi videomda kompyuter qurishni o'rgatgandim. Avvalgi videoda kompyuter qurishni o'rgatgandim. Ular ham sizga yoqimli bo'lishi mumkin. Uni qo'lda o'rgatgandim, do'stlar, modlarsiz. Xayr, do'stlar, sizlar bilan Alex bo'ldi. Xayr.